Bugun fan-texnika rivoji sabab ayrim yoshlarning kitob mutolaasiga bo'lgan qiziqishi biroz bo'lsa-da susaygani hech birimizga sir emas. Biroq davlatimiz rahbari tomonidan kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishga qaratilayotgan ezgu tashabbuslar bu boradagi ijobiy o'zgarishlarga turtki bo'lmoqda. Masalan, minglab yoshlarni bilim va tafakkur sari chorlayotgan Yosh kitobxon loyihasi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Mana shu kunlarda mamlakatimizning barcha hududlarida mazkur tanlovning shahar va tuman bosqichlari o'tkazilmoqda. Buxoro viloyatida bo'lib o'tgan qizg'in bellashuv jarayonlaridan muxbirimiz xabar qiladi. Bu yil yosh kitobxon tanlovida ishtirok etish uchun Buxoro viloyatidan umumiy 3 yosh toifasida 35.681 nafar o'g'il-qizlar ariza topshirgan bo'lsa, ulardan 468 nafari tanlovning quyi bosqichlaridan g'oliblikni qo'lga kiritib, yosh kitobxon tanlovning tuman shahar bosqichlariga yetib kelishdi. Mamlakatimiz bo'ylab bir vaqtda tashkil etilgan ushbu bosqichning Vobkent tumani jarayonlari ham yuqori saviyada tashkil etildi. Mahalla bosqichi va sektor bosqichida 500 dan oshiq yoshlar ishtirok etgan bo'lsa, bugungi kunda demak tuman bosqichida har bir yosh toifasida 30 ga yaqin yoshlarimiz kelib ishtirok etishdi. O'z bilimlarini ikkita shart asosida bellashib sinab ko'rishdi va tanlov yakuni bo'yicha yuqori natijalarni qo'lga kiritgan yoshlarimizga viloyat bosqichi yo'llanmaligi berildi. Ushbu bosqichda ishtirokchilar tezkor savol-javob hamda badiiy asarlar bilimdoni shartlari bo'yicha o'z bilimlarini namoyon etib, hakamlar hay'ati tomonidan baholanishdi. Bu tanlovda qatnashishim birinchi marotaba emas. O'tgan yili ham qatnashib, respublika bosqichigacha chiqqan edim. 4-o'rinni olgan edim. Endi bu yil o'tgan yilgi xatolarni takrorlamasdan yana yaxshi natija olish uchun harakat qilyapman. Tanlovning 3 ta yosh toifasida barcha tuman shaharlardan birinchi o'rinni qo'lga kiritgan jami 39 nafar yoshlar viloyat bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritishdi.